yozyapti, Ramazon Temirov UFC'dan ketdimi deb. Ramazon Temirov UFC'dan ketdimi? Xabaringiz bor, internetda juda ko'p shov-shuvli va asossiz xabarlar tarqalmoqda. Ko'pchilik muxlislarni qiziqtirgan savol, rostdan ham Ramazon Temirov UFC'dan ketib, Mangu ligasi bilan shartnoma imzoladimi? Ha do'stlar, rostdan ham Ramazon Temirov Mangu ligasi bilan shartnoma imzoladi. Bu jang MMA qoidalari bo'yicha emas, grappling bo'yicha bo'lib o'tadi. Ramazon Temirovning raqibi hozircha aniq emas. Bu borada Ramazon Temirov va Jasur Kochning shaxsan o'zi Instagramda video murojaat bilan chiqdi. Qolgan ma'lumotlarni video davomida bilishingiz mumkin. Har xil asossiz kanallarga aldanib qolmaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayrli kech. Xo'p, yaxshi yangilik. Mangu professional ligasidan yaxshi taklif tushdi Jasur akamdan. Shu bugun tushdi, qabul qildik sirasi. Mangu professional ligasida 7-fevral kuni Humo Arenada xudo xolisa qatnashadigan bo'ldim. Faqat biz MMA da jang qilmaymiz, o'sha BJJ yo'nalishida kurashamiz. Yaxshi bir jangchi bilan, UFC jangchisi bilan. Xuddi mana shu Arman Sarukyan, Sharaf Boritlar o'sha kurashdi-yu, xuddi shunaqa kurashamiz biz ham. Xudo xolasa hammaga qiziq bo'lsa kerak. O'sha meni ham barbam, o'zimga ham qiziq, qanchalik misol o'sganligi, kurasha, chunki men ko'p misol barotsiya qilyapman. Odamlarga ham, o'zimizning xalqimizga ham qiziq. Xudo xolasa 7-fevral kuni hammani kutamiz. Biletlarni o'sha aytik saytdan olishni ham hammaga tavsiya qilib qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik yozyapti, Ramazon Temirov UFC'dan ketdimi deb. Yo'q, Ramazon Temirov UFC'dan ketgani yo'q. 7-fevral kuni Humo Arenada haqiqiy jang san'atini ko'rganlar uchun Ramazon Temirovdan chiroyli suhbatga bo'ladi. Raqibam aniq, raqib sobiq UFC jangchisi. Haqiqiy shou bo'ladi. Biz professional sportchilar bilan shou qilamiz. Bunaqa har xil medialar bilan emas. Kelinglar, xudo xolasa afsuslanmaysizlar. Humo Arenada O'zbekistondagi MMA sportchilarini qo'llab-quvvatlaylar. Ramazon Temirov ancha jang qilmagan edi, Ramazon Temirov qo'ydik. Xudo xolasa zo'r janglar bo'ladi. Sizlardan faqatgina podдержка kutamiz. Sog' bo'linglar. Sport muxlislari shovqin qilmaymiz, negativ ham yozmaymiz. Ramazon Temirov UFC'da hech qanaqa UFC'dan ketgani yoki boshqa bo'lmadi. 7-fevral kuni anonsni ko'rgan bo'lsanglar, Ramazon Temirov Mangu professional ligasida BJJ yo'nalishi bo'yicha grapplingda kurashadi. Hozircha raqib ma'lum emas, lekin tez orada e'lon qilishadi. Kelinglar, 7-fevral kuni hammalarni Humo Arenada kutib qolamiz. Haqiqiy janglarning guvohi bo'linglar. Rahmat.